o'ranib uyda yotuvdim deydilar qizlari, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizlari tong paytida yotuvdim. Sarvari olam otam deydilar, Fatima onamiz meni oyoqlari bilan turtdilar va ey qizim, tur o'rningdan, Allohning rizq berayotgan paytida guvoh bo'lib hozir bo'ptir, rizqini Alloh beradi. Bu paytda g'aflatda yotmagin. Alloh taolo g'aflatda bo'lgan bandalarni yomon ko'radi. Alloh tongdan to quyosh chiqquncha rizq beradi. Rizqqa baraka beradi. Ana shu paytda uyg'oq bo'lganlar rizqiga barakot. Qaysi bir birodar barakali odamni ko'rsangiz, mana shu dunyoda-da barakali odamni ko'rsangiz, saharxiz fazilati bo'ladi. Hali maqolni yetishadi-yu, o'sha maqol bu agar hadisga nima qilsa